2026-yilda turmush qurayotgan mashhurlar. O'g'lini uylantirgan Bekzod Muhammadkarimov va yangi mashinali bo'lgan Nargiz. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Aktyor boshlovchi Rixsitilla Abdullayev 6 oylik nabirasi bilan vaqt o'tkazmoqda. Yulduz Usmonova turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev bilan umra ziyoratidan stories joyladi. Aktrisa Xosiyat Husanova qishki ta'tilni Malayziyada o'tkazmoqda. Xonanda Nargiz o'ziga yangi avtomobil sotib oldi va quvonchini obunachilari bilan bo'lishdi. Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tayotgan quvnoqlar va zukkolar chiqishlarida Munisa Rizayeva, Vazira Yunus va Umida Mirhamidova, Lola Ahmedova va boshqa aktrisalar, xonandalar qatnashmoqda. Xonanda Dilso'z maqsadlar tomon qiyinchilikdan chekinmaslik haqida mulohaza yuritmoqda. Mahliyo Asqaraliyeva hayotidagi eng muhim qarorni qabul qildi. Aktrisa turmushga chiqmoqda. Aktrisa shunday deb yozib qoldirgan: "Hayotimda eng to'g'ri qaror sizni tanlaganim bo'ldi. Siz bilan kelajakni tasavvur qilganimda yuragim tinchlanadi, qalbim ishonchga to'ladi. Yaxshi va qiyin kunlarda yoningizda bo'lishga, sizni tushunishga va har kuni qayta tanlashga va'da beraman. Biz quradigan oila mehr, hurmat va sadoqat ustiga qurilishiga ishonaman. Siz duolarimdagi inson, taqdirimdagi eng go'zal hadyasiz. Alloh bizni doim birga, baxtli va barakali qilsin. Sizni sevib bo'lajak umr yo'ldoshingiz", deb yozgan. Aktrisa Asal Shodiyeva bolalikdagi suratini joylab, u paytda barcha narsa tabiiy va faqat quvonch uchun bo'lgani haqida xotirlayapti. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Bekzod Muhammadkarimovning xonadonida katta tantana. Aktyor bir necha kun avval o'g'lini uylantirdi. Mashhurlar hayoti sizga qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.